mehmon kelsa xo'p ketgandan keyin esa uyingni bardakxonadan topib qoladi o'rtoqlar. Kecha mening uyimga mehmonlar keldi. Dasturxonlarni bir balo qilib yig'ib oldim, lekin mana bu gilam besharalarni ko'rib bo'lmaydigan ahvolga kelib qolibdi. Hay go'dakkinalar, kel, seni roboklindek pilisosim bilan pilisos qilib, onadan yangi tug'ilgandek qilib qo'yaman deb pilisos qildim. O'rtoqlar, shu pilisosni olganimdan beri uyimda na chang qoldi, na kir qoldi, na chir qoldi. Mana barakatligim tutib, mana kolani ham to'kdim, lekin shu kolonidan asar qolmadi. Nimaga deysizlarmi? Chunki bu roboklinning mo'jizasi o'rtoqlar. 3 ta bola bilan bu gilamlarim u yakshanbadan bu yakshanbaga yetmasdan gilam yuvadiganlarni chaqiraverib ezilib ketib, oxiri mana shu pilisosni qidirib topdim o'rtoqlar. Qaranglar, bitta gilamdan shuncha chang chiqishi mumkinmi? Hamma uylarimni tozalab borib, endi bir asrajit qilib olay deb o'rtoqlar asrajitlarini qo'yib, pilisosimni shunday yonginamga qo'yib, o'tirib eshilib, to'lg'anib televizor ko'rdim. Lekin o'rtoqlar qaranglar, uyimizda shuncha chang bor ekan. Nahot shuncha changni yutib yashab yuravergan bo'lsam deb o'ylab qolaman o'zimga o'zim. Voy, buni hidini aytmaysizlarmi? Bitta pilisosda shuncha narsa bo'lishi mumkinmi? Undoq ekan o'rtoqlar, hali ham kechmas. Sizlar ham hoziroq roboklindan sotib olinglar. Nimaga deysizlarmi? Bolalarda astma bormi, gripp bormi, allergiya bormi? Bu havodan kasal bo'lmay qolmaydi o'rtoqlar. Tak что havoni ham tozalaysizlar, uylarni ham tozalaysizlar, hamma joyini top-toza qilib, chinnidek qilib, xohlaganinglarcha mehmonlarni bemalol kutib ola olasiz. Undan ham yaxshisi, siz bu pilsosni 2 oydan 24 oygacha bo'lib to'lash evaziga olishingiz mumkin. Atiga bitta pasport evaziga o'rtoqlar, shoshilinglar. Shunda u yakshanbadan bu yakshanbagacha, voy, gilam yuvishni chaqirishlariga to'g'ri kelmaydi. Sog' bo'ling.